faqat zulm qilinadigan joyda ham hayotda yashamas edim. Menga nafik kerak emas. Men xiyonatni aslo kechirmayman. Hayot er bilan tugab qolmaydi ya'ni. Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Kechagi videodan keyin ko'pchilik mana bu kommentariylarni yozibdi va undan tashqari lichkamga ko'p xiyonatmi sababi, xiyonatmi 2 marta qaytaribdilar deb aytdingiz. O'sha joylarini eshitib qolishibdi. Yo'q, nimaga endi ajrimlarni okey, ko'p foizi xiyonat bo'lsa ham, lekin ba'zi qismi xiyonatdan ajrashmaydi-yu, kelishmovchilikdan ajrashadiganlar ham ko'p bo'lishadi-yu. Moddiy bo'lishi mumkin, bu ma'naviy bo'lishi mumkin, lekin xiyonat emas. Bizda ham xuddi shunaqa, yo moddiy yo ma'naviy bo'lishi mumkin, lekin xiyonat emas. Men hozir gapirsam albatta bu hazil, конечно. Men xiyonat qilinadigan ayol emasman. Uyimni eplab o'tirsam, bolalarimni chiroyli tarbiya qilsam, ya'ni husnam Xudoga shukr Alloh tomonidan berilgan yetarlicha bor deb o'ylayman. O'shaning uchun men o'ylamayman, что menga xiyonat qilinadi deb. Bu katta gapirishga kirib qolsa kerak, lekin uzr so'ragan holda o'zi g'alati bo'lyapti bu gapni gapirishi, lekin hamma narsasini eplab o'tiradigan opalarim, singillarim juda ham ko'pdir hozir videomni ko'rayotgan va o'ylaymanki hamma ham shunaqa deb o'ylaydi, lekin shayton hamma yoqda bor. Ba'zi erkaklar kalta fahmli qilib oilasiga qanaqa bo'lmasa bo'lsin xiyonat qilishadi, afsuski. Lekin men bilaman, что hech qaysi ayol xiyonatni не stoyt-da, o'sha xiyonat не stoyt mana shu ayolni xafa qilishga. Mana shu meni ko'rib turganlar ayniqsa hech qaysinisi boshqa ayol bilan kamsitilishga вообще не stoyt. Xullas, mavzu aralashib ketmasin. Kechaga aytganimdek videoni manaqasi xiyonat emas edi, sababi bizda moddiy emas, lekin ma'naviy kelishmovchiliklar juda ham ko'p bo'ldi. Moddiy aslo bo'lmaydi, chunki bu borada kelishib olganmiz, hammasi yaxshi. Lekin ma'naviy kultura farqi, ya'ni madaniyat farqi, tarbiya farqi bo'lgani uchun biz ba'zi mavzularda umuman kelisha olmadik. Bu narsa 2-3 marta qaytarildi va ya'ni bu o'zlari ham tan oldilar xato o'ylayotganlarini va xato qilayotganlarini, uzr ham so'radilar va bu meni eng nozik tochkam desam bo'ladi. Va oxiri aytdim, bu mavzuda yana boshqa urushmaymiz, shu bilan nuqta bo'ladi dedim. Men bu narsani to'g'ri deb bilmayman. Luboy domlaga boring, luboy o'zidan katta aqlli oqsoqol deyiladi-ku, shunaqa odamlardan so'rang dedim. Men haqli bo'lib chiqaman dedim. Haqiqatda men hattoki chunki anaqaga telefon qildim. Bu yerda telefon qilib ayol domlalardan maslahat olish mumkin. Shunaqa joyga telefon qilib maslahat olganimda, internetni ko'laganimda faqat men haqli bo'lib chiqardim-da. O'shalar hammasini jo'natib berdim. Mana isbot va men haqliman dedim. O'shandan keyin ozgina hovurlardan tushdilar. Xo'p, to'g'ri, saniki to'g'ri dedilar. Meni baxtim nima deb o'ylayman? Meni o'tirib eshita oldilar. Kecha videodan keyin ba'zilar lichkamga ham alohida bu yerda yozishga uyalib lichkamga yozganlar bo'ldi. Men hayotda o'tirib eshitmaydi. Ya'ni men bir og'iz gap boshlayman, umuman eshitmaydi. Qo'rqoq ekan, значит. Bir xilgina yozibdiki, ya'ni sabr qilib yashasachi, kelisha olmasa ham, lekin sabr qilib yashasachi. Nimaga endi sabr qilib yashash kerak? Hayot bir marta beriladi-yu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham zulm qilingan joydan qochilish kerak deganlar. Qochinglar o'tdan. Ya'ni hayot er bilan tugab qolmaydi, ya'ni. Hayot yana ham davom etadi. Qiyin bo'ladi, oson bo'lmaydi, lekin har bitta qiyinchilikning orqasidan yengillik ham beriladi. Yusuf videolarida ham bor-ku, shu ostiga qo'yib qo'yaman shu yerga. Fe inne me'al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık da var. Xuddi shunaqa, ya'ni har bir qiyinchilik ortida yengillik va'da qilingan. O'shaning uchun Allohga omonat qilib hamma narsani zulm qilgan odamdan, zulm qilinayotgan joydan bosh olib ketish kerak. Bu qanchalik qiyin bo'lmasin, qanchalik nima deydi, odamga qanaqa sabr, qanaqa matonat talab qilmasin odamdan. Sabret. Çünkü zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Lekin u yoqdan ketish kerak. O'shaning uchun men har doim mendan so'rashsa, men birinchidan xiyonat kechirmayman, qilingan joydan qochaman yoki haydab yuboraman xiyonat qilgan odam o'zini. Men xiyonatni aslo kechirmayman. Xiyonat qilinadigan ayol emasman men. Undan tashqari mana bunaqa urush, to'polon, minnat, zulm, faqat zulm qilinadigan joyda ham hayotda yashamas edim. Menga nafik kerak emas. Men hayotimni bir marta yashayman va hayotimni eng yaxshi yashalishi kerak bo'lgan paytida men zulm tagida, zulm bilan hech narsaga ruxsat berilmagan holda hayotda yashamayman. Men o'zim uchun gapiryapman. Hamma o'zi uchun o'zini
fikrlashi bor, o'zini qarorini beradi. Lekin men aytganimdek, men zulm qilingan joyda turmas edim. Bu dinan ham noto'g'ri. Aytganimdek, o'zinglar uchun surishtirishingiz mumkin, ayol domlalardan yoki katta domlalardan so'rashingiz mumkin. Zulm qilingan joydan qochiladi, buni boshqa chiqish yo'li yo'q, boshqa javobi yo'q. Oxirgi gapim, menga hech kim xiyonat qilgani yo'q. Bunga men o'zim ham yo'l qo'ymayman. Meni xohishim tashqarisida bo'lsa, men buni kechirmayman aslo va aslo. Ya'ni o'sha yerda nuqta qo'yiladi. Noatdan Xudoga shukr, unaqa odam emaslar. Xiyonat tushlariga ham kirib chiqmaydi, hayollariga ham kirib chiqmaydi, chunki biznikida juda ham chiroyli qizlar yashab ketishgan. Ular meni kuzatishadi va dalolat berishligi mumkin. Adnanbek hayot to'liga yomon ko'z bilan qaramaganlar, har doim qizim qilganlar va bunaqa muammolar hayotda uyimizda bo'lmagan. Agar kimligidir o'sha xiyonat qilinayotgan bo'lsa, aytganimdek, xiyonat ham zulmni bitta turi, o'tdan ketish kerak. Zulm bu faqat urish, to'polon qilish emas. Zulm bu minnat qilish ham zulm. Hamma butun kunini zahar qilish ham zulm. Yomon muomala qilish ham zulm. Chiroyli hayotni ta'minlab bera olmaslik. Chiroyli hayot deganda bu boylik emas. Shirin til, mehr ko'rsata olmaslik ham bu zulm hisoblanadi va zulm qilingan joydan qochish kerak. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Ko'p gapirib bo'lsam yoki noto'g'ri gapirgan bo'lsam, meni to'g'rilaylar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Inshaalloh bu videoyim ham kimligidir sabab bo'lar, o'zini qadriga yetishiga va to'g'ri yo'l tanlashiga va balki xiyonat qilishni o'ylayotgan erkaklar bo'lsa, ularni yo'ldan qaytarishga sabab bo'ladi deb niyat qilib qolaman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, Allohga omonat bo'linglar.